Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Ayni damlarda yurtimizda Navro'z shukuhi kezib yuribdi. Yangilanish ayyomi bilan barchangizni viloyat ichki ishlar boshqarmasi nomidan muborakbod etamiz. Demak, efirda Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik Farg'ona vaziyat 24 informatsion dasturi. Bugun dasturimizda viloyat ichki ishlar boshqarmasida Navro'z bayrami, mahallabay o'rganishlar tafsiloti, tovlamachilik qilgan shaxs jinoiy javobgarlikka tortildi. Kiber jinoyat, mutaxassis tavsiyalari, shu va boshqa xabarlar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida Navro'z umumxalq bayrami ko'tarinki ruhda nishonlandi. Bayram haqida dastlabki lavhada tanishing. Sharqona yangi yilning boshlanishi bo'lgan Navro'z olamni baland ruh va katta shodiyona bilan nishonlash azal-azaldan el yurtimiz uchun go'zal an'ana hisoblanadi. Ayni kunlarda o'lkamizda bayram shukuhi kezmoqda. Joylarda qadriyatlaring boqiy bo'lsin Navro'z shiori ostidagi xalq sayllari tashkil etilmoqda. Doshqozonlarda sumalaklar pishirilib, dasturxonlarga bahor ne'matlari tortilmoqda. O'zaro mehr-oqibat, saxovat va muruvvat ko'rsatish, tabarruk keksalarimizni yo'qlash, yordamga muhtoj insonlar holidan xabar olish, hasharlar o'tkazib yurtimizni yanada obod qilish kabi savobli ishlar bayramning fayziga yanada fayz qo'shyapti. Navro'z bu tinchlik, totuvlik, farovonlik ayyomi. Millati, dinidan qat'iy nazar shu yurtda yashayotgan barcha fuqarolar uchun birdek sevimli, xalqimizning tarixi, falsafasi, qadriyatlarini o'zida mujassam etgan qadim zamonlardan buyon elimiz ardoqlab kelayotgan bayramdir. Umumxalq bayrami Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasida ham ko'tarinki ruhda nishonlandi. Erta tongdan boshqarma hovlisida doshqozonga sumalak solindi. Chalpak va milliy taomlar pishirilib, yurt posbonlariga tarqatildi. Sohada xizmat qilayotgan xotin-qizlar o'rtasida o'tkazilgan ko'p kurash musobaqasi, milliy taomlar va bahor ne'matlari ko'rgazmasi ham juda fayzli ruhda kechdi. Sohaviy xizmatlar va shahar tuman ichki ishlar bo'limlaridan kelgan xodimlar o'rtasida tashkil etilgan osh tanlovi ham qizg'in tus oldi. Ushbu jarayonni viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati, soha faxriylari hamda hakamlar hay'ati a'zolari kuzatib bordilar va adolatli tarzda baholandi. Tantanali tadbirni boshqarma boshlig'i general-mayor Azbek Ikramov ochib, barchani yasharish va yangilanish ayyomi bilan samimiy tabrikladi. Shundan so'ng ko'p kurash musobaqasi g'oliblari, milliy taomlar ko'rgazmasi hamda osh tanlovlarida yuqori baholangan xodimlar rahbariyat tomonidan munosib taqdirlandi. Bayram Farg'ona shahar madaniyat markazining xushovoz xonandalari hamda iste'dodli ichki ishlar organlari xodimlarining bahorni, ezgulikni tarannum etuvchi kuy va qo'shiqlari bilan yanada fayzli tus oldi. Soha malikalari raqsga tushib, bayramga ko'tarinki ruh baxsh etdilar. Navro'z shukuhi har bir jamoada, har bir xonadonda davom etmoqda. Prezidentimizning birinchi son qarori asosida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farg'ona shahrida mahallabay o'rganishlar olib bordi. Aniqlangan kamchiliklar bartaraf qilindi. Hozir shu haqda Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvar kuni e'lon qilingan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori aynan mahalla tizimiga mas'ul bo'lgan barcha davlat organlarini yagona maqsad yo'lida birlashtirdi. Viloyatimizda ham ushbu qaror ijrosi doirasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan va bu ishlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan doimiy monitoring qilib borilyapti. Bugun viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Farg'ona shahri hududidagi mahallalarda bo'lib, amalga oshirilayotgan ishlarni manzilli ravishda o'rgandi. Jumladan, Ma'rifat mahallasidagi o'rganishlar davomida 7 lik a'zolari hamda aholi bilan suhbat olib borilib, davlatimiz rahbarining mahallalar osoyishtaligini ko'zlab chiqargan qarori mazmun mohiyati tushuntirildi. Shu hududda bunyod etilayotgan huquq-tartibot maskanining qurilish jarayonlari bilan yaqindan tanishib, ishni tez va sifatli bajarish bo'yicha mutasaddi rahbarlarga vazifalar yuklatildi. O'rganishlar Mirzo Ulug'bek mahallasida davom etdi. Boshqarma boshlig'i mahalla yetiligi faoliyatini chuqur tahlil qildi. Hududlarni raqamlashtirish, aholini ish bilan ta'minlash, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish kabi muhim masalalar yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Alisher Navoiy hamda Beshbola mahallalari ham shaharning eng gavjum va og'ir hududi sanaladi. Azbek Ikramov ushbu mahallalar faollari bilan muloqotlarda jinoyatchilikni jilovlashda e'tibor qaratish zarur bo'lgan ustuvor jihatlarga to'xtaldi. Aholi orasida ahillik va totuvlikni mustahkamlash, Navro'z bayramini yuqori
yuqori ko'tarinkilikda kutib olish, tinch va osoyishta nishonlash, bunda milliy qadriyatlarimizga alohida e'tibor qaratish kerakligi haqida so'z yuritildi. Bu kabi o'rganishlar barcha darajadagi rahbarlarni xalq bilan yanada yaqinlashtirib, fuqarolarning bugungi kundan roziligini ta'minlashga va mahallalarni chinakam qadriyatlar qo'rg'oniga aylantirishga xizmat qiladi. Quva tumanida sodir qilingan tovlamachilik jinoyati doirasida gumonlanuvchi qo'lga olinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Quyida shu haqda. Siz tasvirda ko'rib turgan bu odamni tergov idoralariga hech qanday aloqasi yo'q, ammo kimningdir noqonuniy qilmish haqida huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga xabar qilishni odat qilgan. Bu yaxshi. Fuqarolik burchi dersiz, ammo bunday harakatni shunchaki jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlash uchun qilmaydi. Maqsadi boshqa. Ishlamay tishlash, ya'ni oson pul topish. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga ariza bilan murojaat qilgan fuqaro Quva tumanida istiqomat qiladi. Tuman markazida savdo do'koni qurishda esa qurilish bilan bog'liq me'yorlarni buzilishiga yo'l qo'ygan. Bundan xabar topgan ayblanuvchi holat haqida tuman prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, masalada qonun ustuvorligini so'raydi. Prokuratura organi tomonidan olib borilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakatlarini u yoki bu tomonga o'zgartirish imkoniyatim bor. Ya'ni arizamni qaytarib olsam, yopig'liq qozon yopig'lig'icha qoladi degan safsatasiga do'kon egasini ishontirishga uringan shaxs yosh bola emasdi. Qilmishi oqibati xunuk yakun topishini bilgan, ammo nafs degan baloyi ofat avval sodir etgan jinoyatlarga tayinlangan jazodan to'g'ri xulosa qilishiga to'siq bo'libdi. Ayblanuvchi muqaddam jinoyat ishlari bo'yicha sud tomonidan tovlamachilik, firibgarlik jinoyatlarini sodir etganligi uchun tegishli jazo chorasi qo'llanilgan bo'lishiga qaramasdan, bundan o'ziga ijobiy xulosa chiqarmay qayta jinoyat sodir etish yo'liga kirib, xavfli retsidivist bo'lgan holda Quva tuman markazida jabrlanuvchiga tegishli savdo do'koni bino inshootlari noqonuniy qurilayotganligidan xabar topib, bu holat bo'yicha tuman prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, jabrlanuvchini agarda unga 2000 AQSh dollar pul bermasa, Quva tuman prokuraturasi tomonidan olib borilayotgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida uning do'konini buzdirib tashlash bilan qo'rqitib, undan 2000 AQSh dollar talab qilgan. Farg'ona viloyatidagi korrupsiyaga qarshi kurashuvchi idoralar xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ayblanuvchi ariza muallifidan yuqoridagi maqsad uchun talab qilgan pullarni Quva tumani markazida olayotgan vaqtda daliliy ashyolar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Yosh 40 ta. Mehnat qilsa ro'zg'ori kamini to'g'ri yo'lda to'ldira olish imkoniyati bor, ammo ishlamay tishlash, mehnat qilmay mo'may daromad istagi uning ko'zini ko'r, quloqlarini kar qilgani yomon. Xato yo'lda topilgan dollarlar esa halovatiga emas, behalovat kunlariga sabab bo'ldi. Pul topishning g'ayriqonuniy usulini tanlagan shaxs harakatlariga yakuniy baho esa sud tomonidan beriladi. Tergov boshqarmasi tomonidan kiritilgan taqdimnomaga asosan viloyat arxiv ishi hududiy boshqarmasida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Farg'ona viloyati arxiv ishi hududiy boshqarmasida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasi mas'ul xodimlari hamda arxiv sohasi vakillari ishtirokida muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Ma'lumki, ushbu sohada faoliyat olib borayotgan sobiq rahbarlar va xodimlar o'z mansab vakolatlarini suiiste'mol qilgan holda qing'ir ishga qo'l urgan bo'lib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shu bilan birga mazkur holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasi tomonidan joriy yilning 28-fevral kuni arxiv ishi boshqarmasiga taqdimnoma yuborilgan edi. Mazkur taqdimnomaga asosan tashkil etilgan yig'ilishda korrupsiya illatining salbiy oqibatlari haqida so'z yuritilib, ushbu tizimda ishlagan sobiq xodimlarning qilgan xatolari boshqalarga saboq bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Arxiv faoliyatini raqamlashtirish, aholiga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirish, rahbar va xodimlar o'rtasida xizmat intizomini mustahkamlash, nazoratni kuchaytirish va har bir xodimni halollik vaksinasi bilan emlash zarurligi qayd etildi. Ma'lumki, arxiv bu eng
muhim hujjatlar saqlanadigan va kelgusi avlodga bus butunligicha yetkaziladigan maskan sanaladi. Unda faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar esa har tomonlama bilimli, kasbga sadoqatli va halol bo'lishi kerak. Muhokama yig'ilishida shular haqida atroflicha so'z yuritilib, kelgusida soha xodimlari orasida salbiy holatlarni oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi rahbarlari tomonidan ham jinoyatchilikni mahallabay jilovlash maqsadida profilaktik ishlar va huquqiy targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda. Jinoyat va huquqbuzarliklarni mahallabay jilovlash, har bir mahallada osoyishta va xavfsiz muhitni yaratish bugunning eng dolzarb vazifasi sanaladi. Bu ezgu maqsad davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilinayotgan farmon va qarorlarda ham o'z aksini topmoqda. Oltiariq tumani ichki ishlar bo'limi rahbariyati ishtirokida tuman xalq ta'limi bo'limi binosida o'tkazilgan yig'ilishda shular haqida atroflicha so'z yuritildi. Maktablar, maktabgacha ta'lim muassasalari hamda yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi firmalarning rahbarlari qatnashgan yig'ilishda jinoyat tushunchasi va xususiyatlari haqida ma'lumot berildi. Ichki ishlar organlari xodimlarining targ'ibot tadbirlari va sa'y-harakatlari bilan axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga barham berish va fosh etish ishlari olib borilayotganligi ta'kidlandi. Ishtirokchilar bu borada ogohlikka chaqirildi. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Yangiqo'rg'on mahallasida bo'lib, mahallabay ishlash tizimi bo'yicha rais, profilaktik inspektori, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli, ijtimoiy xodim va soliq inspektorlari bilan yuzma-yuz suhbatlashdi. Ularga davlatimiz rahbarining yaqinda qabul qilingan birinchi sonli qarori mazmun mohiyatini tushuntirib berdi. Shuningdek, mahalliy yetiligi bilan birga xonadonbay o'rganishlar olib borilib, fuqarolarga kiber jinoyatlardan jabrlanmaslik yuzasidan zarur tavsiyalar berildi. Joylarda o'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar aholining ogohligini yanada oshirib, jinoyat va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishga, har bir mahallada osoyishta va xavfsiz muhitni yaratishga xizmat qiladi. Hurmatli hamyurtlar, ayni paytda ko'pchilik fuqarolar onlayn muloqot va xabarlar ortidan firibgarlik, o'g'irlik jinoyatlari jabrlanuvchisi bo'lib qolishmoqda. Kiber jinoyat qurboni bo'lmaslik uchun mutaxassis tavsiyalariga amal qiling. Assalomu alaykum aziz fuqarolar. Bugungi kunda kiber jinoyatchilik tobora rivojlanib borayotgani va an'anaviy turdagi jinoyatlar kiber jinoyatchilikka transformatsiya bo'layotgan jarayonlarda guvoh bo'lib kelyapmiz. Bugungi kunda aytib o'tishimiz kerak, kiber jinoyatchilar ham turli xil usullarda fuqarolarga nisbatan kiber tahdidlar uyushtirib, pul mablag'larini tarov qilishga harakat qilib kelishmoqda. Bu juda oson va oddiy yo'llar bilan amalga oshirib kelyapti. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, sizga noma'lum shaxslar qo'ng'iroq qilib turib, siz qandaydir o'yinda, qandaydir yutuq yutib olganingizni ma'lum qilishadi. Shundan so'ng sizga ushbu so'zlar orqali psixologik ta'sir doirasiga olib turib, sizning ishonchingizga kirgan holda sizga tegishli bo'lgan shaxsiy doir ma'lumotlarni so'ray boshlaydi. So'raydigan narsalari siz ism familiyangizdan, pasport seriyangiz, bank plastik kartangiz va o'sha bank plastik kartasiga ulangan abonent raqamingizni so'raydi. Shundan so'ng o'zaro muloqot davomida ushbu yutug'ingizni olishingiz uchun maxsus kodni aytishingizni so'rab qolishadi. Sizga SMS tariqasida kod kelgandan so'ng ushbu kodni siz bilmagan holda firibgarlar qo'liga topshirib qo'yasiz. Va ushbu kodni siz unga ma'lum qilganingizdan so'ng firibgarlar sizning bank plastik kartangizga bo'lgan boshqaruv huquqi to'laqonli beriladi. Bu faqatgina oddiy usullardan biri. Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab holatlarda tarqalib kelayotgan soxta va klonlashtirilgan saytlarning veb havolalari. Siz ushbu havola orqali kirasiz. U yerda bir soxta yaratilgan platforma yoki bir soxta veb saytda qaysidir mazmundagi anketik ma'lumotlarni aks ettiruvchi sarlavhasi ko'rinadi. Siz ushbu sarlavha orqali kirganingizda u yerda siz shaxsingizga doir bo'lgan ma'lumotlarni to'ldirishingiz zarurati so'raladi. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, hukumat qarori bilan har bir fuqaroga 1 million so'mdan pul beriladi. Yoki misol tariqasida olsak, O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi bayrami bilan har bir fuqaroga 600 mingdan pul berilyapti kabi xabarlar ham shular jumlasiga kirib boradi. Siz shu veb-saytlarga o'tganingizdan so'ng anketik ma'lumotlar to'ldirib, u yerda ham xuddi biz aytib o'tganimizdek, birinchi xato barcha boshqa turdagi kiber jinoyatchilik holatlarida ham maxfiy kodni kiritganingizdan so'ng siz kiber jinoyatchilik qurboniga aylanib qolishingiz ehtimoli juda kuchayadi. Bu esa ikkinchi usul.
Uchinchi usul esa sal murakkabroq usul hisoblanadi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda zararli dasturiy ta'minotlar tarqatish. Misol tariqasida yaqin kunlarda ham uchrab kelayotgan ushbu faylda sizning videolaringiz yoki fotolaringiz mavjud. Har saraf asosida xabar kelib turib, ushbu xabarni ko'rganingizda u yerda foto APK formatidagi yoki bir video APK formatidagi fayllar mavjud bo'ladi. Ushbu fayllarni siz ko'chirib olganingizdan so'ng avtomatik tarzda sizning qurilmangiz Android tizimiga ulangan bo'lsa, ushbu qurilmadagi zararli dasturiy ta'minot faollashib, ma'lum bir qismlardagi ruxsatnomalar qo'lga kiritiladi. Shundan so'ng sizning shaxsiy doir bo'lgan ma'lumotingiz hamda qurilmangiz yuzasidan olinayotgan ma'lumotlar barchasi firibgarlar tomonidan nazorat qilib boriladi. Va shu yo'l bilan ham firibgarlar sizning bank plastik kartangizni pul mablag'larini talon-taroj qilishi mumkin. Aziz fuqarolar, yuqoridagi 3 ta holatlar yuzasidan sizlar kiberjinoyat qurboniga aylanib qolmoqdasizlar. Ya'ni inson faktori bu yerda asosiy vazifani bajarib beryapti. Ogoh bo'ling va o'zingiz hamda yaqinlaringizni kiber tahdidlardan himoya qiling. Firibgarlar tuzog'iga chuv tushmang. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ko'ngillarga yangi ruh va ishtiyoq olib kirgan Navro'z bayrami barchangizga qutlug' bo'lsin.